Shunaqa qahri qattiq inson Men ekan. ishonganman, Gulnoza suddadan ham tirik chiqadi. Esizlar mahalda Gulnoza yashagan ekan. Yoshi nechida ekan deydi. Mashqizga tasavvur qilinglar. Qop ko'tarib yurishini mana hozirgi mana Gulnoza sirabchi ko'rsatuvida. Undan oldin o'zi nima sohadan kirib kelgan. Tez kunda Dolce Gabbana. Yo'q, ochmayman, yolg'on gapiryapman. Andijonda o'zimizga chiqarish beryapti. Mana Samo tekstil, yana Fayzen, boshqa bizda juda ko'p tekstillar bor. Sizni Gulnoza juda kibrli inson. Nima deydi? Shu faqat такой cho'tki kiyinib yuradi. Guanzhouda yurganimizda bir ikkita blogerlar ko'rib, meni hatto Gulnoza juda ham urinib ketibdi. Agar Abdulatifni kiyintirish kerak bo'lsa, o'sha yerda Xitoyda Abdulatifga ham imij yaratib bera oladi zakanda. Yo'q, yaratib berganmiz, biz bilmaganmiz. Biz suvga oqib ketib qolayam deganmiz, qo'lini berib, yordam berib qo'ymagan. Instagram'i hattoki yo'q qizlarimiz ham bor. Sizdan keyin xarid qiladi. Bor, uyda faqat O'zbek qizlariga jamiyatda eng katta bosim nima deb bilasiz? Chunki siz tadbirkor ayolsiz. o'sha yerda uyimni o'zini, podvalini shu magazin sohasida hamma narsani yoyganman-da, очередь turishgan ishonsanglar. Yoki Gulnozadan ham kuchligi bor. Har xil holat bo'lmasligi uchun sразу personaga solaman. Solasiz. Ular keyin ya'ni bu videoda o'chirib yuboring yo menga tashlab bering deb. Yo'q, nabrot xursand bo'ladi, shunaqa chiroylimiz deb. Doimgidek kofe. Rahmat. Nozaxonga o'zimizni qahvalarimiz. Assalomu alaykum. Bugungi birinchi mehmonimiz, to'g'rirog'i qahvaxona podkastini birinchi mehmoni bugun bizda Dolce Gabbana magazini asoschisi, Andijonda o'ziga yarasha stilist, image maker deb nom olgan Gulnozaxonni bugun ko'rsatuvimizga taklif qilganmiz. Xudo xolasa bugun sinimizda Qiziqarli suhbat olamiz. Gulnoza, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. kayfiyat qanaqa? A'lo darajada. Asosiysi bizga kayfiyat yaxshiligi, nima deydi? Qolgan savollarni berib qiziqtirib olamiz. Da, qiziqtirib olamiz. Asosiysi nima? Bizga faqatgina nima deydi? Savollarimizga o'zingizni fikrlaringizni faqatgina biz uchun emas, kuzatib turgan barchaga qiziq bo'lgan savollarni berib boramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Qiziq javoblarni kutamiz, ha? Xudo xolasa. Birinchi Gulnoza, qiziqarli bitta chiroyli savol bilan boshlasak-da, faraz qiling, eng yer yuzidagi mashhur bir inson bilan liftga kirib qoldingiz. Suhbatni kim boshlaydi, sizmi yoki o'sha mashhur insonni suhbat boshlashini kutasizmi? Juda ham qiziq savol bo'ldi. Men o'zimni kamtar inson deb hisoblayman. Men uchun u javob bersin, men javob bersin bo'lmaydi. Albatta o'zim kirishsam kerak. Suhbatga birinchi siz kirishasiz. O'zim kirishaman. Kirishibli qizman. Agar kameralar yoqilmaganda, kamera ortida haqiqiy yuzda qanaqa qilib o'zingizni tanishtirasiz kim bilandir suhbatga kirishganingizda? Kamera bilan ham, kamerasiz ham o'zimni bir xil inson deb o'ylayman. Menimcha kamerasiz ham bundan ham bir xil tanishtirsam kerak. Bir xil tanishtirasiz. Da. To'g'ri. Demak, bugungi suhbatimiz qiziq bo'lar ekan. Gulnozani ko'pchilik Andijonda Dolce Gabbana deb biladi. Haqiqatda Dolce Gabbanani mahsulotlarini olib kelib sotasizmi yoki u DJ so'zini ostida boshqa ma'no bormi? Yaxshi savol bo'ldi bu ham. DJ o'zi aslida xalq deydimi, insonlar qo'ygan u Dolce Gabbanani men qo'ymaganman, chunki Dada Xojayeva, Gulnoza, G esa Gulnoza, familiya ya'ni ismim. Shu tufayli o'zlari insonlar Dolce Gabbana deb nomlashib olgan. Bu menga yoqib tushgan, chunki ko'chadagilar uchun brend nomi bilan tanilyapman. Shu bilan aura shunga yarasha bo'ladi degan holatda shu bo'yicha qolib ketilgan. Aslida Dolce Gabbana emas, Dada Xojayeva, Gulnoza deb nomlangan har Odamlarning fikrigacha ham o'zingiz u nomni DG deb nomlaganingizda hayolingizga kelganmi bu? Yo'q, kelmagan. Chunki nomi boshqacha bo'lish kerak edi. Buni nima desa bo'ladi?
reklamani yonboshiga qo'yiladigan prosta u detal edi. U magazin remont bo'lguncha Dolce Gabbana ochilayotgan ekan, siz ochyapsiz deb hammada ovozi bo'lganda, u mahalda endi 15 yil avval Andijonimizda unaqa brendoviy do'konlar, nomlangan do'konlar yo'q edi. Menga ham yoqib tushgan. Shu saralanib kirilar ekan, hamma ham kira olmas ekan degan holatda Dolce Gabbana nomi, ya'ni o'zlari nomlangan nomi qolib ketgan. Ko'proq Dolce Gabbana kiyimlarini sotish bilan ham o'rtada bir qiziqib sotib ko'rganmisiz yoki Sotib ko'rganman, albatta. faqatgina Dolce Gabbanaga o'tkazish kiyimlarni hayolga kelganmi? Da, boshida shu nomda hozir ham bormi shunaqa? Yo'q, hozir ham bor. Lekin boshida ochganimda shu nomda o'zlari qo'yishgani uchun qizlar menga yoqib tushganda, ko'proq kiyimim Dolce Gabbanani meni kolleksiyasidan bo'lgan. Zo'r. Demak, endi Dolce Gabbana deganligingiz va ayollarda menimcha stilistikasi bilan shug'ullanganligingiz uchun qancha u do'konga erkaklar tashrifi kuzatiladi? Boshidanoq erkaklarga to'g'risini aytsam, eshigimiz yopiq bo'lgan. Hozirgi kunga ham erkaklarni to'g'risini aytsam kirgizmaymiz. Ayollari kirishi mumkin. Erkaklarni tashqarida kutib turishini so'raymiz. So'raysizlar, eshitadi. Qanday qilib biron marta noqulay holat bo'lganmi? Yo'q, noqulay holat bo'lmagan, bilmayman. Boshdanoq shunaqa bo'lgan. Что kirgizmaganmiz. Nima deysizlar? Choy berib turamiz, tashqarida o'tirib turinglar yoki uzr ming bor. Erkak kishi kirish mumkin emas biz do'konga. Ayollarini kirgizsa, o'zlari tashqarida kutib turishini so'raymiz. Bizda an'anaga binoan ayollar kiyinib ko'rsa, xo'jayiniga bir ko'rsatib, yoqdimi, yoqmadimi? Ko'chaga chiqib ko'rsatib keladimi? Yo'q, ko'chada bilmayman, hali shu 14 yil ichida, 15 yilga yaqin ichida hech qachon unaqa men tanlab bergan kiyimda, ya'ni tashqarida eriga ko'rsatib ko'rishga harakat qilishmagan. Menimcha xo'jayinlari ham, erlari ham menga ishongan holatda rafiqasini kirgizsa kerak. Demak, siz tanlagan kiyim почти hammasiga yoqqan, hamma mamnun bo'lgan. Allohga shukr, menimcha unaqa holat bo'lmagan hech qachon. Agar sir bo'lmasa, siz bu sohaga kirib kelishingizni ozgina qisqa qilib aytib bersangiz, hamma hozir напрямую biz sizni stilist qilib tanishtiryapmiz. Ya'ni eng tabiati, nozik stilist bo'lishdan oldin bir tarix bo'lsa kerak. Kiyim sohasiga qanday kirib kelgan? Qo'shimchasiga undan oldin o'zi nima sohadan kirib kelgansiz? Birorta soha bo'lganmi sizda yoki shu dabdurustdan faqatgina shu kiyim sohasiga qiziqib ketganmiz? Soham umuman boshqa. O'zim med kollejda bitirganman. Orzuyim meditsina bo'lgan. Doktor bo'lgan. Даже OMXga, med institutga o'zimni kuchim bilan o'qishga kirgan yerimda ham turmushga chiqib ketib qolganman, o'qimaganman. No, orzuyim vrach bo'lish bo'lgan. Shu bilan biz oilada 3 ta qiz bir kunda turmushga chiqqanmiz. Shu bilan 3 ta qiz mehmonga bir kunda kelardik. Ya'ni otamiz uyiga. Bizga qaysidir bayramda, esimda yo'q, bayramda bizga Turkiyaga shu yaxshi o'tirib, shu kelin bo'lib xizmatlarni qilib o'tirganimiz uchun akam, ya'ni dadam bizga sovg'a tariqasida bizga Turkiyaga tur paket qo'limizga o'sha mahalda kattaroq pul edi, $3000 pul bergan. Da. Opam, ya'ni onam borganmiz. Borganmiz. O'sha yerda hamma o'ynab yurgan. Nimagadir men shu $3000 olib savdo yo'liga bilmayman narsa olib, qolgan seriyasini sotmoqchi bo'lib, bo'lmasam hech qanaqa muhtojlik yeri yo'q, hamma o'ynab yuribdi. Lekin men o'sha $3000 tovar sotib olganman. Shu bilan kelganman. O'sha $3000  2 baravar bo'lgan. Otam esimda bor, kelib rost xursand bo'lgan. Meni pulim 2 baravar bo'lganiga qo'shimcha yana qo'limga kattaroq pul bergan. Demak, sizni o'zingizni yashirin talantingiz bo'lgan. O'sha $3000 turtki bo'lib, siz ham bozor qilishni yaxshi bilgansiz, o'sha yerdan ya'ni o'zingizni kashf qilgansiz savdo sohasida. Shu bilan savdo sotiq boshlanib ketgan. Chunki meni o'sha mahalda pulim 2 baravar bo'lganda hamma qo'llab-quvvatlab o'rgan, menga turtki bo'lgan. Ham o'ynab kelganman, ham savdo. Shu bilan qiziqib ketganman. Shunda $3000 sizni pulingizni siz savdoga tikkansiz-u,
singiz bilan akangizni pulini dam olib o'ynab kelganmisiz yoki siz ijtimoiy qilib olganmi shunda? Yo'q. Hamma o'ynab yurgan, to'g'ri men ham o'ynaganman, lekin hamma o'ziga, misol uchun opam o'ziga tillalar olgan, boshqa olgan, lekin men o'zim uchun hech narsa olmaganman. Farzandimga narsa olib, uni seriyasini sotmoqchi bo'lganman. O'sha mahalda hamma qo'ni-qo'shnilarimiz kirib, uyimizda sport zal bo'lardi, sport zalni yig'ishtirib, o'sha yerda uyimni o'zini, podvalini shu magazin sohasida hamma narsani yoyganman-da. Очередь turishgan, ishonsanglar. O'sha очередь turib kelayotgan insonlarga qarab menga boshqa motivatsiya. Uyda boshlaganman. Podvalda, ya'ni Dolce Gabbana magazini birinchi uyda ochilgan. Uyda, ya'ni podvalda. Uydan boshlab, Podvalimizda. Adidas va Nike tarixlarini bilsak, ular ham kichkina yo garajda ochiladi, yo qaysidir joyda. Sizniki Uyda podvalda. boshlanadi. Dolce Gabbana hozir yana bir narsa o'ylab qoldim. U magazin ochishdan oldin ham to'g'ri kelaverardi ekan. Dagi sababi doktor Gulnozaga ham oldindan o'ylangan ekan deyman hammasi. Demak, doktorlikdan ham ozgina xabaringiz bor. Bor. Uydagi barcha muolajalarni o'zingiz qila olasiz. Farzandlarimga ham, hammaga o'zim qara olaman. Yaxshi. Bo'lmasam, sekin astalik bilan qiziqarliroq va chuqurroq savollarga kirib boramiz. Yana ikkita qisqa savolimiz qolgan ekan. Telefoningizdagi eng ko'p ishlatadigan application ilova. Ilova. Programmalar. CapCut. Keyingisi To'g'risini ayting. Men bilaman. Persona. Persona. Uyalmayman. Persona. U persona nima vazifani bajaradi? Persona yuzini chiroyli qilib qo'yadi. Chiroyli qiladi. Eng katta bosh. Har bir olgan selfie suratingizni persona orqali Yo'q, to'g'risini aytaman. Kameradan uyalmayman, hammasiga ishlatmayman, lekin klientlarimga ko'proq ishlataman. Chunki menda tabiiy holatda video olinadi, alohida model, qo'limda aslida 20 tadan oshiq model bo'lgan taqdirda ham o'zi sotib olgani kirgan insonni videoga olganligim uchun, endi har xil holat bo'lmasligi uchun sразу personaga solaman. solasiz. Ular keyin ya'ni bu videoni o'chirib oling yo menga tashlab bering deb Yo'q, nabrot xursand bo'ladi, shunaqa chiroylimiz deb. xursand bo'lishadi. Yaxshi. Doktor и mobilograf ham o'qiz yana. Mobilograf, doktor, stilist, yana nima hunarlaringiz bor biz bilmagan? Taom yaxshi pishirasizmi yoki Menimcha yo'q. Yo'q, taom yaxshi pishirmayman, uyalmayman. siz savdoga kirib kelganligingiz, mana siz aytyapsiz, yaxshi savdo sotiqda boshida qiziqqanman, tushunganman, olganman, 2 barobar pul qildim. Siz ayting menga va yoshlar ham kelajakda bu sohaga kirib kelishsa, bu sohani asosiy triggeri, ya'ni xususiyati insonda qaysi xususiyat bo'lishi kerak? Muzokarami yoki tanlay olishmi yoki taklif qila olishlik xususiyati bo'lishi kerak? Tovar tanlay olishligingiz kerakmi yo muzokara qilib chiroyli muomala bilan sota olishingiz kerakmi? Qaysi xususiyat kuchliroq bo'lishi kerak insonda siz sohangizga kirishlik uchun? Menimcha albatta tovarni tanlab olish kerak. Birinchi o'rinda o'zini didiga ishongan holatda. Men bir narsaga e'tibor beraman, Andijonda iloji boricha hech kimda yo'q narsani olib kelishga harakat qilaman. Nafaqat Andijonda, Toshkentda ham yo'q narsani olib kelishga harakat qilaman. Shu meni fishkam deb hisoblayman. Albatta muomala, ikkinchi o'rinda muomala. Kerak bo'lsa ishchimdan ortiq kirgan inson meni ishchi deb o'ylashadi, chunki hokisorsiz. O'zim yaxshilab insonlarga yetti bukilib deydimi, shunaqa xizmat qilaman. Qo'shimcha savol keldi, gapingizni bo'ldim. Hozirgi Dolce Gabbana va Gulnozani hozirgi holatiga ko'proq mehnat sababmi, yaxshi mahsulot olib kelishi yoki mediani, aynan Instagram hozirgi paytda juda ham ko'pchilikni mashhurlikka yoki zo'r tanilishiga yoki yaxshi sotishiga Instagram sabab bo'lyapti. Bilmasa ham hattoki. To'g'ri. Yoki yaxshi narsa bo'lmasa ham zo'r sotyapti. Sizda qaysi biri bo'lgan? Yaxshi mahsulotingiz bo'lgani uchunmi yoki Instagramda yaxshi yurgizib olganingizmi? Men sizni o'zim to'g'risini aytaman, bu qizni eskidan tanaganim uchun. Men Instagram orqali misol mashhur bo'lgani uchun asosan Instagramda yordami bilan shu darajaga chiqqan deb o'ylayman. Yo'q. Mehnatim bilan deb o'ylayman. Chunki podvalda men savdo sotiqni boshlaganimda bu nechinchi yilda? Bu 2000
hozir aytaman 2014-yil 2014 да yil. 2014-yil уже klientimga ega no podvalda Lekin u uyda doimiy bo'lib turgan. Borgansiz, bo'lib kelgansiz turgan, bilan. da, bo'lib turgan. Albatta uyimdagilar shuni qo'llab-quvvatlagani uchun, ruxsat berishgani uchun deb men o'ylayman, u mahalda Instagram ishlanmardi. Magazinga chiqqanimdan keyin, magazinga to'liq chiqqanimdan keyin Instagramni sal yurgizishni boshlaganman. No, ungacha ham meni klienturam oqimi yaxshi edi. Da, o'zimning mehnatim bilan deb o'ylayman. Bu Dolce Gabbana do'koni hozir biz bilamiz Navro'z Mollda yo'parasida joylashgan. Undan oldin ham do'kon bo'lgan ekanda unda. Da, Makroni yonboshida o'zimning shaxsiy do'konim bo'lgan. Hozir Uni nomi boshqacha bo'lganmi? yo'q, hammasi Dolce Gabbana bo'lgan. Ya'ni DJ bo'lgan. Da, menimcha bir ikki marta o'tganman. Men ham faqat menimcha u paytda bolalar kiyimi ham aralash Yo'q, sotilardi. mendan keyin arendaga o'sha Olganlar da bolalar kiyimi bo'lgan. Da. Yaxshi. Bo'lmasam suhbatimizni ikkinchi qismini ochamiz. Nima dedingiz? Yaxshi. Savollar keyingi savollar. Ayollik ichki dunyo temasiga sekin kirib boramiz. O'zbek qizlariga jamiyatda eng katta bosim nima deb bilasiz? Chunki siz tadbirkor ayolsiz. Bosim. Dunyo qarashimiz boshqachaligimi, oilada ayollarni tadbirkorlikka jalb qilishlikda oqsashligimizmi yo maktabda tadbirkorlikda ayollarga rag'batlantirmaganligi deb bilasizmi? Qizlar, yoshlar, ayollar qanaqa bosim ostida deb bilasiz tadbirkorlikka kirib kelishda? Menimcha ayol kishi baribir haligi o'zini ojiza, o'zini allaqay his qiladi, haligi qo'rqadi, bu narsani qila olmayman, qila olmaymanmi, odamlar nima deydi. Menimcha baribir o'zbekchilikda ayollarimiz ojiza, shunaqa nozik, nihol tarbiya ko'rib, baribir bizda baribir boshqacha shunaqa his qilinadi. Albatta, lekin turmush o'rtog'i, ya'ni yoki akasi yoki otasi yonida turib bersa, menimcha hammasi yaxshi bo'lib, tadbirkorlikdan hech narsadan qo'rqmasdan dadil qadam bosadi deb o'ylayman. Tadbirkorlik o'zi qiziq narsa. Biz hali o'zi tadbirkor so'zini bir ikki marta ta'rifini berganmiz. Tadbirida kori bor deb aytiladi, ya'ni kimgadir manfaat keltiradigan insonni tadbirkor deydi. Sizni biz mana Andijonda eng hurmatli tadbirkorlardan deb aytishyapti. Bir ikki Instagramingizga kirib kuzatdik, lekin u yerda sizni faoliyatingiz menimcha bir ikkita rasmlarda ko'rdim. Siz juri a'zosi ham bo'lib ishlagan ekansiz. Bir ikkita musobaqalarda, ya'ni kiyim-kechak moda festivallarida juri bo'lgansiz. Zirabcha tele shousida ham qandaydir rol o'ynagansiz. Bu yerda ham to'g'ri kiyintirish masalasida. O'shalar haqida ham ozgina aytsangiz, keyingi savollarimiz o'shanga ulansa. Albatta o'zlari taklif qilishgan. Birinchi o'rinda prosta image maker degan so'zi, men image makerman, men do'konim bor degan so'z emas. Albatta har bitta narsani o'zini isboti bo'lishi kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda shu o'qib kelganligim, image makerlikka o'qiganman. Osiyo ramzi bilan sertifikatim bor. Tanzila Narbayevani o'zini qo'lidan olganman. Ya'ni prezidentimizning qarori bilan Andijonda 2 ta qiz tanlangan. Ulardan bittasi men. Shu sertifikatni olganimdan keyin juri a'zo sifatida har xil shunaqa moda namoyishlarida qatnashganman. Zirabcha ko'rsatuviga yosh qizlarimizni to'g'ri kiyintirish masalasida, ya'ni o'ta ochiq emas, o'ta yopiq emas holatda to'g'ri kiyintirish masalasida da ozginagina shunaqa nima o'tib berganman. Zirabcha deganda hozir zirabchada ham qatnashgan ekansiz. Hozir men hayron bo'ldim. Yo'q. Gulnoza zirabcha ko'rsatuvida. Qarang, men necha yildan beri taniydi, uni bilmas ekan. Men siz orqali bildim. Lekin sizga ham yangi. Hozir qo'rqinchli bo'ldi. Gulnoza qaysi ko'rsatuvida chiqdik zirabchada. Yo'q, zirabcha qatnashuvchilariga to'g'ri kiyintirish masalasida maslahat berganman. Lekin молодец, birdaniga olgan. Demak siz men to'g'ri tushuntira olganman deb o'ylayman. Tavsiya berishlikda ustasiz, ta'sir o'tkaza olasiz. Ta'sir o'tkaza olganman-da. Sotuvchilikda obunachilaringiz soni ham ko'payib borgan. Ya'ni gapirgan gapingizni o'zingiz amalda ham, menimcha tadbirkorlik kuchli tarafi ham shu, gapirgan gapini o'zi amalda ko'rsatsa, keyin gapini ta'siri bo'ladi.
Gulnoza, sizni magaziningizga misol mana o'zim bilishim Andijondagi eng kiyimni yaxshi ko'radiganlar yoki ajrab hammadan ko'ra ko'proq ajrab turadigan odamlar kiradimi yoki shunchaki el qatori kiyinadiganlar ham kiradimi? Shu pog'onali klientura bo'ladi. Lekin men ham birinchi etapda bo'lganman. Ikkinchisi, uchinchisi degandek hozirgi kunda, ya'ni 14 yil, 15 yil ichida 3-etapdagi, 3-pog'onadagi insonlar meni klientlarim deb hisoblayman. Ya'ni faqat o'zimda bo'lsin, u narsa ko'paygan bo'lmasin, albatta kачество birinchi o'rinda va shunga 100% ishongan holatda mendan shu narsani narx navosiga qaramasdan qabul qilishadi-da. Demak, bizda ham narx navosiga qaramaslik va bitta bo'lishlik keng. Ya'ni siz moliyaviy qoplaydi. Albatta keng. Siz target audiensiya deb qo'yadi. Bu narsani shu sizni mo'ljallagan asosiy klienturangiz yetarliki, siz uncha ko'paytirmasdan ham sota olasiz aytgan narxingizga. Da, sota olaman. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Iltimos, bitta oilada 4 tamiz, 5 tamiz olib kelib bering deydi, lekin mana unaqa olib kelib bera olmayman. Unisiga ham olib kelib Yo'q, menda unaqa ko'paymaslik kerak. Даже har bitta kiyimim qaysi klientimdaligini bilaman. Seriy nomerlarigacha bor ekan-da sizda. Kimda u kiyimlar borligini bilib Ayting, turaman. biz Andijondagi eng agar sir bo'lmasa ayta olsangiz, mashhur sizni klientlaringiz, mijozlaringiz kimlar bor? Agar ular to'g'risini aytsam, unaqa sanaydigan 3-4 ta emas. Juda ham ko'p. Har bitta mashhur insonni kiyintirganman. klientlar bilan do'st bo'lish kerak bo'ladi. Eng yaqin do'stlaringiz bo'lmasa, o'sha klientlarning ichida siz yurib choy ichasiz, maslahatlashasiz. O'shanaqalar bormi? Ismini ayta olasizmi? Unaqalar ham juda ham ko'p. Misol uchun Dilnoz, ashula qo'shiqchi Dilnoz bilan juda ham yaxshiman. Juda ham ko'p. Hozir hali kimnidir aytmay qolsam xafa bo'lishadi deyman. Chunki hamma bilan yaxshiman. Albatta Andijonga qanday gapga yoki o'tirishga shunday qizlar bilan to'plangan borsam, Toshkentga ham xuddi shunday borib, qizlarning ko'nglini olib, birga o'tirib kelaman. Masofani demoqchiman, uzoq yaqin demayman. Hozir bitta savolim bor, yana qo'shimcha sizga. Sizda klientlaringiz orasida oddiy uy qizlari ham bormi? Masalan, uyda o'tiradigan qizlar. Menga qiziq bo'lgan joy, chunki siz stilni kiyintirasiz odamlarni. Biz Andijonda nima deydi? O'sha aytganimizdek stilni qanday deb yana aytiladi bilmadim. Noodatiroq kiyimlar sizda asosan aynan shu sohada siz aynan birinchi o'rinda turadi deb bilaman. Endi sizni havas qilib oddiy faqatgina uyda o'tiradigan uy bekalari ham kelib kiyim xarid qiladimi? Menga shunday qiziq bo'lyapti, sababi bizni o'zbek qizlari asosan nima deydi? Uyda o'tiraman deb turib oddiyroq kiyinib qo'yishadi. Lekin uy bekalarida ham shunaqangi xarid qilib turadiganlari bo'ladimi? O'ziga uyda yoki qarindoshlarining ichida ham sizni kiyimlaringizni kiyib yurish mumkinmi? Meni hozir ko'rib turgan klientlarim bo'lsa, hozir shu savolingizni eshitib, menimcha juda ham xursand bo'lib ketsa kerak. Bunaqa klientlarim juda ham ko'p. Albatta, ayol kishi uy bekalari. Ular umuman hech qayerda ishlamaydi, faqat uyda o'tiradi. Ya'ni bolalari bilan yoki bironchi joyda o'qiydi yo boshqa yerda emas. Masalan, bolasini aylantirgan chiqqanda chiqishi mumkin. No, pastagan 24 soat uyda o'tiradigan kelinchaklarimiz, o'sha 5 ta bolali bo'lib umuman ko'chaga chiqmaydigan ayollarimiz ham bor. Bular albatta bizda bitta fikr bor-da, endi bunday qilib aytsam, ayol kishi faqat chiroyli kiyimini tashqariga ko'rsatib yoki o'rtoqlariga maqtanish degan kimdadir shunaqa fikr bo'ladi. Lekin yo'q. Imенно u men kiyintirib turadigan qizlarimiz, ayollarimiz, agar kommentariy bo'lsa, kommentariyada ham o'zini belgilab ketsin. Instagram'i hattoki yo'q qizlarimiz ham bor. Imенно uyda kiyim xarid qiladigan. Bor. Uyda faqat uyda chiroyli bo'lib yurish uchun albatta qizlar ko'chada kiyib yurgan kiyimlarni uyda kiyib yurishadi. Chiroyli o'ziga qarab, albatta обязательно konsultatsiya oladi. Yuradigan qizlar bor. Ro'molda ham, ro'molsiz ham, hammasi bor. Stilni kiyinishga meni o'zim ham nima deydi?
Tarafdorsiz. tarafdorman. Sababini aytib o'taman. Yaqinda bir holat bo'ldi. Men o'zim endi fotografman. Rasmga olgani bir joyga bordik. Lekin men rasmga oladigan odamni bitta qarindoshi ham biz bilan edi. Bir joyga kirib syomkani davom etkazyapmiz. Qarindoshi aynan shu joyda juda xunuk ko'rindi. Nimaga? Joy elitniy joy, haqiqatdagi nima deydi? O'zbekistondagi eng nima joy. Lekin kiyinish stili yarashmadi. Biz o'zbek kiyindi, lekin biz o'zbek ayollarimiz ham faqatgina haligi lata, prosa takaligi nima deydi? Didsiz kiyim emas. Biz o'zbek ayollari ham ro'mol o'raydimi, yopiq ochiq kiyinish обязательно ochiq kiyimda faqat chiroyli ko'rilmaydi. Yopiq bo'lsa ham, lekin stili, rang-barang, haligi gulli-pulli bo'lib ketish juda xunukligi uchun shu joyda menga juda xunuk ko'rindi. Atrofdagilarni ham e'tiborini ko'ryapman. Juda me'yor yo'q. Endi juda xunuk ko'rindi meni ko'zimga. Shuning uchun so'rayapman, bo'ladimi, ish qilib bormi bizda ham? Chunki bu narsani juda muhimligini oxirgi payt boshqa masalan deylik, boshqa davlatlarda ham ko'ryapmiz. O'zbek, chunki bizni kiyimlarni bittada bilsa bu o'zbekjo deydigan holatlar borda, juda ko'pchilik yaxshi biladi. Shuning uchun savolimning asosiy maqsadi ham nima edi? Agar bor bo'lsa xursandman unda, yoki yo'q bo'lsa tarafdoriman. Stilni ochiq kiyinmasdan, lekin akkuratni, nima deydi, zamonaviyroq yo'nalishda ham ozgina qo'shib kiyinishni yaxshi. Uyda o'tirgan ayollarimiz обязательно siz o'ylayotgandek ko'chada faqat ko'chada kiyinib yuradigan qizlardan ham ko'ra o'ziga yaxshi qaraydigan, ulardanda ko'proq savdosini ularga yaxshi qilaman. Ko'proq kiyim sotib olib, faqat uyni ichida stilni bo'lib yuradigan klientura juda ham ko'p. Andijonlik. O'zi kiyinish deganda o'zi qanday ayollarni, mana siz o'zi ayol kishisiz, kiyinishda ayollar nima uchun kiyinadi? Brend deganda nima tushunchadasiz va narx va sifat o'rtasidagi qanaqa farqlar bor sizni sohangizda? To'g'risini aytsam, men o'zimni bozor sohasidagi bozorchi yoki kiyim sotuvchi, pul sanovchi ayol deb hisoblamayman. Men uchun bitta ayolni chiroyli qilib kiyintirib, ko'zidagi quvonchni ko'rsam, shu meni nima desam bo'ladi, haligi hammani o'zini mazasi da shu menga kuch beradi. Nima uchun kiyinadi ayollar? Menimcha, mendan kiyintirgan yoki kiyingan ayollar birinchi o'rinda ko'zidagi baxtni ko'raman. Ikkinchi o'rinda o'ziga qarab, mana aytgandek, uyda ham chiroyli yursa, oila ham mustahkam bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, birinchi o'rinda o'zingizni seving, o'zingizga yaxshi qarasangiz, oila juda ham mustahkam bo'ladi. Endi ochiq aytganda, ancha qilib aytganda, eringiz ham u yoqqa qaramaydi deb shu narsalarni urg'u bergan holatda ayol kishini har bittasini kiyintirib, xursandchiligini ko'rib, siz aytgandek ozg'in bo'ladimi, yo'g'on bo'ladimi, nimagadir bilmayman, ichki talentim bormi, insonni bitta qarashda kiyintirib qo'ya olaman. Albatta o'qiganman bu sohada, lekin men o'zi klientim kelsa ham aytaman, sizni bitta ko'rib oldim, bo'ldi. Siz menga telefon orqali ayting, men sizga o'zi shunday boshdan oyoq nima kiyadi, kerak bo'lsa klientim kelsa, uyda haligi siz oyoq kiyim olmang, uydagi haligi bergan Dior obuvimga tushadi desam, voy esimda yo'q edi deydi. Ishonasizmi? Lekin men garderobida nima borligini bilaman. Shunaqa menga ishongan qizlarimiz bor, uyga kirib, yozgi, qishki garderobidagi kiyimlarini o'zimni katta olgan holat yoki kichik olgan holatda emas, o'zim borib to'g'rilab berib kelaman. Har bitta klientingizga bergan mahsulotingiz esingizda qoladimi yoki ayrim o'ziga yaqinlarinikimi? Yo'q, nimagadir esimda qoladi. Chunki meni klientlarim как qarindoshdek bo'lib ketadimi bilmayman, yaqinlarim bo'lib qoladi-da. Har bittasi, bitta oldi bo'ldi. Men ularni o'sha keyingi safar nima kiyishini menga telefon orqali, men yo'lig'imda ham yordamchilarim telefon qilib, bu opa keldi desa,
narigi koftani ko'rsating, bunisini ko'rsatmang. U shim kiymaydi, bu yubka kiyadi. Menda yana bir bor takrorlayman, menda ochiq sochiq emas. O'ta yevropeyskiy emas. Menda o'rta me'yorda narsalar sotilganligi uchun har bittasiga o'zim maslahat bera olayman. Bu degani faqat ro'mollilarga yoki ro'molsizlarga emas do'konimda. Unga ham, bunga ham kiyintira olayman. Uni ham, buni ham imiji, stilini o'nglab bera olasiz. Da, o'nglab bera olayman. O'rta me'yorda. Siz mana ko'ryapsiz, bizni hozirgi motivatorlar deyishadi, qandaydir coaching sotaman, trening sotaman deydi. Siz ham o'ylab ko'rganmisiz shu sohada qandaydir trening o'tkazishga? Menga juda ham ko'p taklif keladi. Shunaqa kurs oching, o'rgating shu masalada deb. Lekin to'g'risini aytsam vaqtim yo'q. Chunki har bitta klientga mehr berib kiyintiraman. Aytyapman sizlarga, u yana bir bor takrorlayman, pulini olish emas maqsad. Birinchi o'rinda 100% u qizni chiroyli kiyintirish. Qanaqa davraga borsa ham o'zini men bittaman deb his qilishi meni yutug'im. Shuning uchun shu narsaga e'tiborlarim juda ham kuchliligi uchun unaqa narsalarga lekin hali beri vaqtim yo'q. Treningga vaqt qilmadingiz. Kelajakda rejada bormi treninglar o'tkazish? Rejada bor. Demak, unga rejada bo'ladigan bo'lsa, siz band bo'ladigan bo'lsangiz, treningda, demak, sizga shogirdlar ham kerak bo'ladi. Shogirdlaringiz bormi? Haqida ozgina gapirib bering. Eng suygan shogirdlaringiz va ularda ham talant degan narsa bormi? Shogirdlarim bor. Lekin oxirgacha o'rganmay turmushga chiqib ketdim. Lekin turmushdan keyin do'konlar ochishdi. Lekin o'zim masofada bo'lsa ham qo'llab-quvvatlab turaman. No farzandli bo'lib, shu asinov nima deydi, o'rtada pauzada turishibdi. No menimcha ularda ham hamma narsa o'tgan, lekin hech narsani sir oshkorini bekitmagan holatda ularga hamma narsani tushuntirib o'taman. Abdulaziz, savollar. Qiziqarli savollaringizdan bo'lsa bering, chunki meniki monotonda bo'lib qolmasin. Gulnoza yaqin kunlarda bir ajoyib gap eshitgan edik, turmushga chiqdi degan. Shu gap rostmi? Turmushga chiqdimi? Gulnoza turmushga chiqqan, ikkita farzandi bor. O'g'lim 15 ga kirgan, qizim 11 ga. Unaqa narsa xayolimda yo'q. Bilmayman, birinchi marta eshityapman sizdan bunaqa narsani. Bizga shu haligi nima deydi? Xabarlardan sizga kelib chiqib savollar berib turibdi. Yo'q. Turmushga chiqmadi. Turmushga chiqmadi. Sizni sotuvchilik hozirgi magazin sohasida ishlayotgan davringizdagi eng katta chekni aytib bera olasizmi bizga? Chekda, ya'ni summani demoqchisiz. Sotuv summangizda shu paytgacha eng katta. Maqtanishni ham, maqtanmaslikni ham xohlamayman. Har doim kiyintirish masalasida o'rta me'yor deganda, hamma narsani o'rta me'yorini yoqtiraman. Shuning uchun bunaqa narsalarni ayta olmayman. Lekin mana siz narx to'g'risida gapiryapsiz. Siz mijozni ko'rganingizda birinchi qiladigan narsangiz qimmatroq sotib olay deysizmi yoki xursand qilib keyin narxni o'ylaysizmi? Hech qachon pulni o'ylamayman. Albatta xursand qilishni o'ylayman. Chunki men xursandchilikni bera olsam, boshqa do'konlar bera olmaydi. U xursandchilikni bera olmasligini 100% bilaman. Men shu darajada puli bormi, yo'qmi, egniga ilishga harakat qilaman. Chunki u bichimda, u his-tuyg'uni menimcha hech qaysi do'kon bera olmaydi. Men tushuntirib bera olgandaqa. Go'zal. Bo'lmasam keling, yana qaytamiz Dolce Gabbanaga. U brend sizni eshitishimizcha sayohatingiz ko'proq Xitoyga bo'ladi. Tovar o'sha yerdan olib kelasiz. Eng sifatli, qimmat, o'zingiz borib tanlab kelasiz. Abdulatifning aytishi bo'yicha hatto ustini pastiga, pastini oyoq kiyimga moslab olib kelasiz. Qoplarni o'zingiz ko'tarib yurasiz. Ya'ni ishingizga mehringiz borligini bildik. Endi ayting, nimaga O'zbekistonda o'shanaqa brendlar yo'qmi? Billa hamkorlikda o'zingizni nomingiz bilan kiyim-kechak ishlab chiqarishga. Bunaqa niyatim bor. Buni hech qachon hech qayerda aytmaganman, bor. O'zimni didim bilan yoki imini Yevropa usulini o'zbekona aralashtirgan, Yevropa usulini o'zbekona bilan aralashtirilgan holatda chiqarish niyatim bor, o'zim brendim bilan-da. O'zimizda kiyim ishlab chiqaradigan fabrikalar bemalol hozir aytayotgan hozir Dolce Gabbanami yoki
Adidas, Nike brendlarga ham kerak bo'lsa O'zbekistondagi tekstillar ishlab chiqarib beryapti-da. Namangan Brendlar aka. uchun-da. Andijonda o'zimizda chiqarishib beryapti. Mana boshqa Samo chiqarish tekstil, yana Fayzen, boshqa bizda juda ko'p tekstillar bor. Lekin shular orqali bironta bir o'zingizni brendingizni yaratib bir sotishni bir yaqin vaqtlarda ichida bir plan qilmayapsizmi? Yaqin vaqtda emas, no niyatim bor. U hali bunday o'yladim, qildim deydigan Shunaqa narsa suhbat emas. bo'lganmi? Qaysidir Hech qachon buni e'lon qilmaganman, bu suhbat bo'lmagan, chunki buni ichki sirim, hatto o'rtog'imga ham aytmaganman, lekin bor. Bu narsani bir tajribada qilib ko'rganman. Qilgansiz? Da, bir chevarga aytganman, Andijonlik menga. tadbirkorlar Yo'q. bilanmi yoki Yo'q, hech qanaqa tadbirkorga emas, bir chevar qizimizga o'zim xohlagan narsani aytganman. Shu narsa mana 6 yildan beri kerak bo'lsa Xorazmda ham, Xorazmlik klientimda ko'rdim. Bu fasonni qayerdan oldingiz desam, bitta andijonlik qizdan ko'chirdim dedi. U andijonlik qiz mendan ko'chirgan bo'lgan, ya'ni bizni fasonni kiyib yurgan bo'lgan. Shundan bildim. Yana ham o'zimga kuch kirdi. Men buni uddalayman ekan. No, oldinda hozir bir ikkita maqsadlar bor, endi uni ayta olmayman hozir. Shulardan keyin albatta bunaqa qilish niyatim bor. Yana qo'shimcha savolim, sizni Gulnoza juda kibrli inson, nima deydi? Shu faqat такой четкий kiyinib yuradi, katta pul sarflaydi, sayohatlarda yuradi deydi, lekin hamma ham bilmaydiki, misol o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lishi mumkin sohada yoki bu nima deydi, shu savdoda ham o'zini yarasha qiyinchiliklari bor. U mahsulotni olib kelish, o'zi aytib o'tdim, men o'zim aytib bergandim, kerak bo'lsa qop ko'tarib yurib bo'lsa ham men ishlayman degan joylari bor edi. Bu qizni eshitganman. Bu narsani lekin hamma bilmaydi-da. Bu tashqaridan qaraganda Gulnoza nima deydi? Takoy, katta qizlar degan nomi ham bor, o'sha katta qizlar. Guruhlar bor ekan, katta qizlar. Bu ko'rinish doimiy faqatgina bir xilmi yoki hayotda yoki boshqa davrlar bo'ladi? Qaysidir misol deylik, ishda, uyda borib kiyim olishda mana Xitoylarda qanaqangi misol qolganlar ham bilsin. Gulnoza faqatgina shu hozirgi aytganimizdek faqat katta qiz bo'limda yurmaydi. Sohangizda qiyinchiliklari. Bunaqa hech qachon gapirmaganman. Hamma bu yoq aytgandek kibrli Gulnoza yoki aristokratka Gulnozani taniydi. Aslida Gulnoza unaqa emas. Lekin meni tanimagan insonlar boshqa tarafim biladi. Tanigan insonlar lekin meni qanaqaligimni bilishadi. Shuning uchun sizlarga aytsam, har bitta mehnatni o'zini og'irlik joyi bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda rivojlangan internetda o'tirib, kresloda o'tirib yoki divanda yotib, zakaz qilib o'tirsam bo'ladi. Bu o'zini sohasiga mehr bermagan deb hisoblayman. Modani orqasidan quvlab, Andijonda hech kimda yo'q, kerak bo'lsa O'zbekistonda hech kimda yo'q, mehnat qilib u narsani olib kirish juda ham qiyin. Bunaqa holatlarni Guanzhouda, ya'ni Xitoy desak har xil shaharlar bor. Shuning uchun hali yana ham yavniroq olib ketyapman. Guanzhouda yurganimizda bir ikkita blogerlar ko'rib, meni hatto Gulnoza juda ham urinib ketibdi. Ekranda yaxshi ekanligi juda ham urinib ketibdi deydi. Chunki men u yerda o'ziga qarash yo boshqada emas, meni faqat urg'uyim hech kimda yo'q narsani olib kelish. Olgan koftamga oyoq kiyimini moslash, umuman boshqa joylarda kerak bo'lsa masofasi 4 soatlik bo'ladi. Lekin bitta sayohatingiz agar keysir bo'lmasa gapingiz bo'lib qo'ydim. Qanchaga ketadi? Ya'ni bir partiya kiyim olib kelishligingizga sayohat necha kun ketish kerak? Hozirgi kunda tajribaga ham bog'liq 10 kun yetyapti. 10 kun yetyapti. 10 kun yetyapti. U tovaringiz fasonga sezonga qarab ketadi, to'g'rimi? Bir sezonga 10 kunlik safar qilasizmi? Yo'q, sezonga qarab. Bir sezonda 3 marta ham boraman, 4 marta ham boraman. Ko'p qatnayman. Chunki modani orqasidan quvuvchi insonman. Modani orqasidan quvish bu jurnal o'qishdan bo'ladimi? Internetda qaysidir kanalda tomosha qilasizmi? Har bitta narsada o'zingizga kerakli modani yoki o'zingizga kelgan urg'uni tortib olishingiz mumkin. Insonni shunaqa bilmayman, shu qobiliyatim bor. Shuni insonni bir qarab, men qaysi usulda kiyinganini, kerak bo'lsa necha pulga kiyinganini bitta qarab bila olaman.
Gulnozani hozir aytib o'tdi, Xitoyda urinib ketgan. Shunga qaytsa. Men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Sababi bir marta Xitoyga borganman. Shunda ham bir kun ko'rishdik. Men ham bir kiyim qilmoqchi bo'ldim. O'zimga haligi Xitoyga borgan odam hamma nimadir olib ketish kerak, arzon yerda degan narsa bor haqiqatda. Gulnoza bilan ko'rishdik. Ko'rishgan paytimiz biz hozir mana bozordan narsa olyapmiz. Haqiqatda haligi nima deydi, qiyinchiligini ko'zim bilan ko'rdim. Aynan undan keyin juda ko'pchilikka men o'zim bu qizni maqtaydigan bo'lib qolganman. Nimaga? Ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'ldim. Bitta shim olsa, aynan shu shimga mos futbolka yoki ustiga rubashka istab yurar ekan bu qiz boshqa bozorga borib. Aynan shu bitta shim uchun, unga moslab bitta krossovka olish uchun bozorlar, hali biz masalan Jahon bozoriga borsak yoki bitta mana Navro'z mol mana biz Andijonda kirasiz, hamma narsa bitta joyda bor. Endi u yerdagi masofa hozir aytib o'tib ketdik, katta masofa. O'sha bu qizlar qimmat sotadi degan odamlar uchun men o'zim guvohi bo'lganman. Endi bu yerda men bu qizni maqtash haligi nima deydi, o'zim bu qizni reklama qilish emas, haqiqatda ko'zim bilan ko'rgan narsamdan keyin guvohi bo'ldimki, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan, o'ziga yarasha haligi mehnati, aynan shu har bitta narsani bir-biriga moslab chiqishini ko'rganimdan keyin hurmatim ortdi. Yaqinda o'ziga ham aytib bergandim, haqiqatda ishlaydi ekan. Ishlaydi. Chunki gapinglarni bo'ldim. Ikkinchi Gulnozani ikkinchi tarafini Abdulatif aka ko'rib qolgan. Shu mavzu shu uchun ochilyapti. Ikkinchi tarafi hech kimga aytmagan so'zimni bir kun og'zimdan chiqib ketib qoldi. Kerak bo'lsa, bu pulni qop ko'tarib topaman. Kerak bo'lsa har bitta narsa qop ko'tarib yurishini mana hozir. Albatta uni qarasa bo'lsa uyalmay qo'yaman. Bu yerda hozir bir narsa, bitta savol kelyapti-da. Qarang, siz stilist sifatida, demak, agar Abdulatifni kiyintirish kerak bo'lsa, o'sha yerda Xitoyda Abdulatifga ham imij yaratib bera oladi zakanda. Yo'q, yaratib berganmiz, biz bilmaganmizmi? Yo'q, menga hali yaratmagan. Yaratmaganmi? Yo'q. Yaratib berishga harakat qilganman. Degan bo'lgan ekan. Lekin bo'lgan. Qiyin bo'ladi, chunki tavsiya berishga harakat qiladi. qilgan. Lekin men ham juda inja Siz ham odamman. o'zingiz uslubingiz bor. Juda ham haligi nima deydi, har bitta narsani ustida ko'p yugurib yuraman. Men o'zim ham shunaqaman. Bitta kiyim olsam, aynan shunga mos tushmasa yuraveraman bozor o'zim masalan. Kelajakda do'konda bo'lmasam ikkita uslubda ketsangiz bo'lar ekan. Erkaklar liniyasi alohida, ayollar albatta qila olaman deb o'ylayman. Chunki uni haligi 100% qila olaman. Qo'rqmayman u narsadan. Insonni ko'zimda kiyintirib qo'ya olishimdek, menimcha Andijonda agar men erkak kiyim do'kon ochsam, menimcha nomer 1 bo'ladi. Menimcha bizda kam bo'lsa kerak, erkaklarda haqiqiy munosabat bilan ishlaydigan menimcha yo'q. Sotuvchilar-ku. Sotuvchi rubashkani sotib pulini sanaydigan insonlarimiz ko'p. Lekin imij sohasida kiyintiradigan menimcha do'kon yo'q. Endi ham bitta nima bo'lgan. Men ham eng yaxshi ko'rgan narsam oq ko'ylak bilan sviter olaman. Endi u sviterlar ko'proq Terapro degan do'konda bo'lar. Bir marta kirganimda xodimi taxlanib qolgan joydan olganligim uchun nimaga mendan so'ramayapsiz? Men olib berardim, siz buzdingiz deb kayfiyatni buzgan. Menejeri ham kelgan, menejeriga "Mana rang bormi?" desam, menejeri bor deyapti, xodim yo'q deyapti. Ya'ni u yerdan kiyim olmay qo'yganmiz. Bir sabab bo'ladi. Bitta sabab. Ya'ni shuning uchun aytdim, munosabat qura olishlik inson bilan. Albatta, bu birinchi o'rinda. Agarki sotuvchi bo'lsangiz, siz qilgan mehnatingizni shunchalik qadrlaysiz, taxlagan narsangizni yana qayta taxlash qiyin. Bizda bu narsa juda ham urf bo'lgan. O'zi Gulnoza ham bilmadim, endi o'zi savdoda ko'p o'tiradimi bilmadim-u. Aynan bizdagi eng katta muammo nima deb bilaman? Sotuvchilarda asosan katta qismi egasini o'zi o'tiradida. Shu sababdan ham juda ko'pchilik bizda nima deydi, manmanlik juda kuchliroq. To'g'risi, magazinlarga kirsangiz yoqmaydi, egasini o'zida, u yana o'zi to'g'rilash kerak bo'lgani uchun menda ham juda ko'p bo'lgan bu narsa. O'zim olib berardim, tegmayman bunga degan narsa odamlarda bo'ladi. Yoki deyolmasa ham bilinib turadi, buni haligi yuzi sotib turadi. Do'stona munosabat yo'q. Ishchi agarda u ishchi qiladigan bo'lsa, boshliq talab qiladi. Sen 10 marta ochib ko'rsa ham ko'rsin, chunki sotib olish mumkin. Qachonki mana men o'zim ham ko'proq xohlayman, uni to'liq ustimda kiyib ko'rishni xohlayman. Qachonki yoqsa, misol inson puliga ham qaramay kiyinadi, mana o'zingiz bilsangiz kerak. Misol odamni qaysidir ma'noda kimlardir bor, yo'q u qimmat deydi. Odamlar
bu olmaydi emas, to'g'rirog'i sota olmaydigan odam ko'p bizni. Sota olmaydigan. Aynan shu sababdan ham yo'q bu olmaydi deb o'ylaydi. U asli sota olmaydi. Chunki yoqsa odamlar bizni hozir misol Andijonda o'zi o'sha necha ming dollarlik kiyimlarni kiyib yurgan odamlarni ko'rganmiz. Haqiqatda bizda ham bor. Men sizga bekalay bu savolni bermadim. Sizlardagi bu muammoni eshitib hozir men juda ham xursand bo'ldim, chunki meni do'konimda bunaqa narsa yo'q. Meni kelib divanimda o'tirib bersangiz bo'ldi. U yoq hamma narsa o'zingiz qo'lingizga keladi, yoqsa kiyinib chiqasiz. U lukda kerak bo'lsa paypog'ingizgacha kiyintirib qo'yamiz. Demak, siz tezroq erkaklar liniyasini ochishingiz kerak ekan. Biz bunaqa qilib tez kunda Dolce Gabbana. Yo'q, ochmayman, yolg'on gapiryapman. Erkaklar uchun. Liniyasi. Hop, hozir bitta savol keldi. Yana agarda sizni magaziningizga kirdim, misol kirdim, kiyindi, bir soat vaqtingiz oldida kiyimingizni xarid qilmasdan yoqmadi deb chiqib ketsa, jahl qilasizmi yoki? Qilmayman. Lekin ishchilari, masalan, misol yana Farg'onada ham do'konimiz bor, u yoqqa kam boraman. Borsam u olmaydi deb xizmat ko'rsatmayapti bir kun. O'sha odamni orqasidan chiqdim, chaqirib, ustiga egniga narsalarni ilib, olmasligini bilaman, puli yo'q dedi-da. Yo'q dedimda u xotin chaqirib, hamma narsani kiyintirdim. Ertasi kuni kelib, turmush o'rtog'ini olib kelib, hamma kiyintirgan kiyimni olibdi. Shu kundan beri ishchilarimga tushuntiraman, hech qachon puli bor, yo'q demanglar. Nima bo'lgan taqdirda ham shu xursandchilik his-tuyg'uni oynada ko'rsin, oladimi, olmaydimi? Meni narsalarim kачествосiga ishonaman. Kiyib ko'rsa buzilib yo boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Kerak bo'lsa hech narsa olmasanglar ham kelib kofe ichib ketinglar deb o'zim shu taklifni beraman. Chunki bizda unaqa narsa yo'q. Odam hamma ham ola oladi. Shu faqat sotuvchilar sota olmaydi xolos. Demak, birinchi emotsional bo'lishlik va emotsional bog'lay olsangiz, o'zingizga demak xohlagan narsangizni o'tkazsangiz bo'ladi. Shunda keyin mutaxassislar yaxshi mutaxassis xususiyat sotadi, zo'r mutaxassis ya'ni natija sotadi. Eng zo'r mutaxassis bu ehtiros, orzu, o'shaqa narsalarni sotadi deyishadi. Demak, siz 3-etapga chiqdim deganingiz, demak, hissiyotlarni sota bilasiz. Menga hissiyotlar, soni sotilishi pul muhim emas. Qiziqarliroq savollardan agar maqsa magazinda o'zingiz qancha vaqt ko'proq, misol deylik, asosiy vaqtingiz magazinda o'tirdimi yoki ko'chada ishchilaringiz bo'ladimi ko'proq? Qancha vaqtingizni bir kunda o'z ishingizga iloji sarflaysiz? boricha ko'proq vaqtimni berishga harakat qilaman, chunki men bu ish deb hisoblamayman. Demak, ish kunini so'raylik. Demak, Gulnoza nechida boshlaysiz, nechida turasiz, do'konga nechida kelasiz? Qancha o'tib yurasiz? Qarang, bu davlat ishi bo'lmaganligi uchun menda imminni soati yo'q. O'zi aslida soat 10 dan 10 gacha, kech payt 22:00 gacha. Lekin bu ishni ish deb hisoblamaganligim uchun menga bu joyga qancha ko'p vaqt bersam, shuncha menga zavq berishini bergan holatda vaqtimga qarayman, iloji boricha ko'proq o'sha yerda bo'lasiz. Ikkita do'konga ulgishimga ham bog'liq. Farg'ona, Andijonga. Farg'ona, Andijonga orada shunaqa klienturalarim bor. Ularni uyiga borib kiyintirib kelish kerak bo'ladi. Garderobini to'g'irlab berishim kerak bo'ladi. Shu masofalarda men do'konda bo'lmay qolishim mumkin. Dolce Gabbanadan eng misolli maksimalniy yosh necha yoshli klientlar eng kattasi? Misol men o'zim uchun o'ylayman, bu yoshlar uchun kiyimlar, lekin 50 tepasida bo'lgan yoshli ayollar uchun siz 50 kerak bo'lsa 50 yasharli ayollarimiz 18 yashar ayollarga o'xshaydi hozirgi kunda. Ayol kishiga yoshni aniq qilish menimcha chegara qo'yishlik mumkin yosh bilan. Lekin yosh qizlar, menda u katta yoshda emas, yosh qizlar, даже onasi olib kirsa ham hali yoshlik qiladi, keling sarpasiga olib qo'yaylik buni olmay qo'yavering qizingizga desam hayron qoladi. Voy, nimaga sotmaysiz deb. Yo'q, sizga keling, sizga kiyintiray deyman. Dunyo qarash. Yosh qizlar menimcha u meni mehnatimni, men qanaqa qiynalib qop ko'tarib olib kelib har bitta imijda yaratganimni yosh qizlar qadriga yetmaydi deb bilaman. Lekin yoshi o'rta yosh ayollarimiz juda ham qadriga yetadi. Hattoki kiyimlarni sotayotsam, yaxshi qarang-a. Savdolarni yaxshisini ishlating. Pardazmol ishlating. Yaxshi qaraysizmi desam, "Ha, yaxshi qarayman" deb kulishadi. Shunaqa.
sayohatlar to'g'risi savolim. Sayohatlarga o'tamiz endi. Bo'ldi bu yog'iga sayohatlar to'g'risidan. Уже magazin sohadan Sayohatga chiqdik, hop. Sayohatlar. Qachon birinchi sayohatingiz bo'lgan? Qachon birinchi sayohatim? Yakka o'zingizni birinchi sayohatingiz. Voy, sayohatga ko'p chiqqan ekanman hozir. Yo'q, o'zingiz misol deylik, oilaviy emas, o'zingizni birinchi shaxsiy sayohatingiz bo'lgan? Shaxsiy. Do'stlaringiz, eng yaqin do'stingiz bilan birinchi qilgan sayohatingiz qayerga bo'lgan? Tailandga bo'lgan. Tailandga bo'lgan. O'rtoqlarim bilan. Nimaga Tailand? Bilmayman, shu Tailand zo'r deb Atrof muhit bilganmiz. degan, Ha, Instagramdagi Instagram hayot. manzil bo'yicha borganmiz. Juda ham yoqqan. Yoqqan? Ayniqsa 6 tami adashmasam 5 ta qiz borganmiz. Juda ham boshqacha bo'lgan. Menchi insonlarga shu nimada hozir sizlar qayta boshqa savolga o'tmashinglardan ko'proq sayohat qilish kerak deb o'ylayman. Har bitta sayohatga borib kelgandan keyin shunaqa energiyam oshadi. Shunaqa ishimga yana ham kuch nima bo'ladi. Уже aytaman, hozir ko'p ishlab bordim, yana bitta sayohatga chiqib kelishim kerak deyman. Energiyam to'la kelib, ishimni yana ham qayta sevib qilaman. Demak, hali savolimga javob oldim. Aytdim, jurnal ko'rasizmi yoki Instagram listet qilasizmi desam, demak siz sayohatdan ruhlanib Sayohatdan kuch olaman. keyin o'shundan ilhom olib o'ziz imijlar yarata olasiz. Zo'r. Sayohatda qiyinchilik, ya'ni har bitta sayohatda o'zini qiyinchiligi bo'ladi. Unga tayyorgarlik ko'rib chiqasizmi? Ya'ni bizda biladi o'zbeklar qovurdoq qo'valadi, non oladi, pista bodom qo'valadi. Yo'q, hech qanaqa qiyinchilikka, hali qiyinchilikni o'ylamaganman. Qiyinchilikdan qo'rqadigan qiz emasman. Har bitta narsaga egilish kerak bo'lsa, egilaman, tik turish kerak bo'lsa, tik turaman. Shuning uchun unaqa narsadan qo'rqmaganligim uchun unaqa tayyorgarlik ko'rib, bir narsalar qilib, yo'q. Siz u qovurdoq qiladigan qizlardan emas. Sayohatda ko'ngilsiz hodisalar ham bo'lgan? Ko'ngilsiz hodisalar. Esda qolgan, eng esda qolgani bormi? Yo'q, bo'lmagan. Lekin ekstrem yaxshi ko'raman. Qilaman degan narsam qilaman. Tepadan tashlash kerakmi, parashyutmi, nima bo'lsa qilaman. Shu ushlab tushmagan krokodilim qolmagan. Yo'q, krokodil qolgan. Qolgan emas. Orzuyim bor kit bilan birga suzish. Hozircha delfin bilan suzgan. Delfin, suzdim, hamma narsa bilan suzdim. Kitda ham planlar bor, Gulnoza. Kitda plan bor. Kit ham birga tez orada bo'ladi inshaalloh. Lekin qolgan narsa hamma ekstremni qilganman deb o'ylayman. Ishda shunaqa ko'ngilsiz hodisalar ham bo'lganmi? Bironta klient bilan mojaro yoki qanaqangidir konflikt, siz bergan mahsulotingizni qaytarib olib kelib berib, yoqmadi menga kiyiming yoki fikrim o'zgarib qoldi yoki sen menga buni qimmat sotibsan degan narsalar ham bo'lganmi? Hozir siz aytyapsiz, men o'ylab ko'rdim. Haqiqatdan menda bunaqa narsa bo'lmagan ekan. Yo'q, menga buni qimmat sotibsan yoki kачествоsi bunaqa emas ekan degan narsa bo'lmagan. Chunki hozirgi kunda qilmay qo'ydim, lekin ora-chirada bir oyda bir marta bo'lsa ham prямой efir qilib turardim. Birinchi gapiradigan mavzuyim salom yo bir narsa yoki nimadir yeyotganini ko'rsatish boshqa emas. Qizlar bir oyda ichida kim nima mendan sotib olgan bo'lsa, prямой efirda shu yerda o'zini ko'rmaydi, boshqa bo'lmaydi, yozsa bo'ladi-yu, boshqa profildan bo'lsa ham. Nima jalbinglar bo'lsa yozinglar deyman. Feedback olasiz, ya'ni yozinglar hammani ichida kim mendan nima sotib olgan bo'lsa, kачествоsi boshqacha chiqib yoki kim nimadan norozi bo'lsa bildiringlar deyman, lekin shu kungacha unaqa narsa bo'lmagan. Siz o'zi klienturangizni shunday urovengga olib chiqqan ekansiz, u yerda уже siz raqobatda narxda qilmayapsiz. O'shuning uchun ular hech ham pretenziya bildirmaydi. Yo'q, meni klienturam bilmayman, ularda juda sizda raqobat qiymat berishdi ekan, u ham ancha-munchasiga emas. Хорошо, sayohatda davom etamizmi? Sayohatda meni savollarim yo'q. Siz savol ko'p edi. Siz birga sayohat qilganmisizlar? Bu Balini his tuyg'usini bizdaqa hech kim bera olmagan. Buni juda ko'pchilikdan eshitaman. Toshkentda blogerlar yig'inida o'tiribmiz. Bo'lmasam ular nechta davlatlar ko'rgan. Faqat og'zidan Bali tushmaydi. Iloji bo'lsa hammasi borishgan, lekin biz ko'rsata olgandaqa hech kim ko'rsata olmagan deb o'ylayman-da. Bali degan so'zni aytsangiz, yuzimga tabassum yug'uradi. Shunaqa chiroyli joy, shunaqa energichniy joy. Sizga hasad qilishadimi? Sezasizmi? Bilmayman, lekin atrofdan eshitaman, meni yoqtirmaydigan insonlar ko'p ekan, lekin ularni ham to'g'ri tushunaman, chunki ular
meni yaxshi tanishmaydi. Tanishsa, agar men bilan yaqin bo'lsa yoki meni уровеньimga chiqsa, albatta meni yoqtirishadi. Kerak bo'lsa shunaqa insonlar bor, meni asli yoqtirmaydi, lekin maslahat so'rab kelgan, o'sha men maslahatim ayamay, meni ochiq ko'ngilligim bilganligidan juda ham xursand bo'lib, boshqa bo'lib, hozirgi kunda yaqinlarimga aylanishgan. Gulnozani hozirgi paytdagi o'zini sohasida birinchi raqamlimi? Hozirgi o'zini shu ishlab kelayotgan sohasida yoki Gulnozadan ham kuchligi bormi? Yo'q, men o'zimni raqam qo'ymayman. Albatta har bitta inson o'zini yaxshi ko'rib, o'zini hurmat qilish kerak. O'zimni sohamni o'zimni juda ham qattiq hurmat qilaman, lekin birinchi yoki ikkinchi degan raqam qo'ymayman. O'zbekistonda demak siz havas qiladigan sizni sohangizni vakillari yo'q yoki bo'lsa raqobat qilishga harakat qilasizmi? Balkim bordir, lekin Raqobatchilarni men tanimarman, tekshirib lekin turasizmi? raqobatchilarni tekshirgani vaqtim yo'q. Chunki agar ularni tekshirsam, meni shuncha hurmat qilgan, men jonimdan ortiq yaxshi ko'radigan klientlarimga vaqtim bo'lmay qoladi. Ularga hech kimda yo'q kiyimlarni yaratib berishga, boshqa qilishga vaqtim bo'lmay qoladi. Shuning uchun raqobat, hech kimga raqobat deb his ham qilmayman, raqobatlarim bor deb ham o'ylamayman, ham u to'g'risida hech qachon o'ylamaganman. Faqat o'zingiz ishingizni o'zimni mehr ishimda bilan to'g'ri qilasiz. ketaman. Bu Hozirgi paytda misol hozir savollardan yana qo'shimcha kelyapti. Gulnoza o'zini sohasida, o'zini yo'nalishida, kiyim kechak yo'nalishida birinchi raqamdadir, lekin hammasida ham emas ekan men uchun. Sababi bizda aytganimizdek, haligi biz o'zbekona kiyinadigan ayollarimizni misol deylik, ularni yo'nalishida yana boshqa magazinlar bordir, misol chunki ularda ham eng zo'rlari bo'ladi. Shu aynan nima deydi? Ro'molda yoki uzun oddiy biz o'zbekona ayollarning kiyinishida birinchi raqamda yoki siz eng tavsiya qiladiganlaringiz kimlar? O'zbekona magazinda kiyimlarda qaysi? hozirgi kunda Misol Turkiyada menda yo'q kiyimlar, ya'ni tushundim. Unaqa stil bilan ozgina ishlamasligi mumkin. Masalan, toshlar bilan ishlamayman. Toshi ko'p kiyimlar bilan. Unaqa 3 ta magazin sanab bering Andijonda. Etruchini sanayman. Endi reklama. Etruchi magazini. Reklama bo'lib ketmaydi. Endi reklama. Jahongir Mirzoni sanayman. Hop. Keyin uchinchisi Gulbahor butika bor. Shuni ham sanab o'tgan bo'lardim. Demak, siz maslahat berishingiz mumkin. Shu 3 ta magazinda agarda sizdagi kiyim stillar to'g'ri kelmasa, shu 3 ta magazinda tavsiya berishingiz Yana mumkin. Sindi ham bor. Sindi do'koni ham juda ham zo'r. Reklama. Bizda reklama pauza. Yo'q, biz bu yerda ochiq ko'ngillik ochiqlik bo'lgani uchun ozgina mayli. Tavsiya Gulnozadan. Ya'ni ilindik, to'g'rimi, boshqa magazinida. Lekin shu kiyimlari agarda sizga to'g'ri kelmasa yoki bu stil sizga yarashmaydigan bo'lsa, sanab o'tib ketdi magazinlar borib ko'rishingiz mumkin. Qo'shishlar mumkin. Birinchi katta pulingizni nimaga ishlatgansiz? Birinchi katta pulimni har doim esimda turadi. Shunaqa xursand bo'lganimdan, haligi meni pulim hech kim tegmagan, hammani bilmay birga ishlatish kerak bo'lmagan. Birinchi pulimga, birinchi foydamga 100 grammlik tros olganman. Ismi ham esimda qolgan, kimdan 100 olganim? gramm? 100 grammlik tros olganman. Tilla tros olganman. Gulnor opa degan opadan olganman. Juda ham xursand bo'lganman. Nimaga unaqa Nechinchi yili? 2013 shekilli. 2013-yili 100 grammlik. 100 gramm tros olganman. Shunaqa xursand bo'lganman. U hozir ham bormi? Bor albatta. U birinchi meni savdoyim puli. Shunaqa xursand bo'lib ketganman. Sizda shunaqangi hozirgi paytda qanaqangidir yutuq yoki bir nimagadir erishsangiz birinchi bo'lishadigan odamingiz kim? Birinchi bo'lib maqtanib, misol deylik, telefon qilasizmi yoki tezroq bor, chunki har bitta inson nimagadir erishsa yoki nimalidir bo'lsa, hech qachon jim o'tira olmaydi yoki Instagramda gapirasizmi yoki kimgadir borib shu narsani ichingizligini aytasizmi? Instagramga aytmayman. Bilmayman, maqtanchoqlikni yoqtirmayman. Unaqa insonim
agar tirik bo'lganda onamga aytgan bo'lardim. Hozirgi kunda. Yo'q, hozirgi kunda unaqa insonim Hech yo'q. kimga Hech shu kimga prosta ichingizga yutib qo'yib ichimga o'tiraverasiz. yutib qo'yarman yoki uni maqtanchoqli deb his qilishmasin deb aytadigan insonim yo'q hozir. Hozir yo'q. Yo'q. Lekin har bitta inson menimcha birinchi bo'lib onasiga aytadi. Aytgan bo'ladi. Da, Yaqin dugonalaringiz bilan yaqin dugonalarim bilan da vaqti bo'lishganda, chunki hammasi band, menda unaqa bekorchi o'rtoqlarim yo'q. Hammasini o'zini ishi bor, yarasha. Shuning uchun vaqti bo'lib qolganda menga aytaman albatta. Sizni eng ko'p charchatadigan narsa nima? Rosa ko'p charchatadigan men narsa insonlarni har bittasini ko'ngliga qarayman. Har bitta insonni g'amimi, xursandchiligimni eshitishga harakat qilaman. Muammolarni ham olib kelishadi. Uyidagi qarindosh Telefon qilib yurib aytishadi. Shu meni to'g'risini aytsam, befarqlik bilan qaramaganligim uchun charchatib qo'yadi. Instagramda eng yomon ko'rgan savollaringiz, sizga keladigan, sizga yoqtirmaydigan eng yomon ko'rgan savollar. Eng yomon ko'rgan savol oilaviy savollar. Nimaga? Shaxsiy hayotingizga Shaxsiy hayotimga tegishli savollarga umuman javob bermayman. Mana bu yerda endi bitta narsa aytib o'tib ketishimiz kerak. Demak, ayol kishi husni bo'lsa, aqli bo'lsa, bir kasbda zo'r egasi bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri Instagram, Telegramda mana bizda negativchilar deydi yoki bo'lmasa profili ko'rinmagan holatda nimalardir yozadi. Ya'ni sizni ham kayfiyatingizni o'shalar buzadi. Eng jahlingizni chiqargan komment yoki o'shanaqa xat yozuv bo'lganmi? Kommentda unaqa haqoratli so'z shu kungacha hali unaqa qattiq haqoratli so'z olmaganman. Lekin ayol kishini boshqa kommentariyalarda ham agar haqorat qilayotgan bo'lsa, shu menga yoqmaydi. Lekin unaqa ochiq-oydin unaqa haterlarim yo'q. Lekin prosta o'zimga, shaxsiy hayotimga bog'liq savollar bersa, yoqtirmayman. Reklama bilan ham shug'ullanasizmi? Kimdir nimanidir reklama qilmoqchi bo'lsa, profilingizda yoki o'sha korxonangiz profilida, kompaniyangiz profilida ham reklama qilib bera olasizmi? Kamdan kam. Albatta u 100% yaxshi bo'lib, shu maqtaganimga yarasha bo'lsa, albatta birinchi o'zim foydalanib ko'raman. Atrofdan surishtiraman, chunki pulga muhtojligim yo'q. Buni meni obunachilarim juda ham yaxshi biladi. Pul uchun reklama qilmayman. Haqiqatda yaxshi bo'lsa, insonlarga manfaati tegsa, albatta reklama qilib beraman. Hozir jahon bozoridan ham kiyim olib turasizmi o'zingiz uchun? Hozirgi paytda eng arzon olgan kiyimingiz, agarda sir bo'lmasa, o'zimizdan mahalliy bozordan eng arzon olgan kiyimingiz, to'g'risini ayting. Shunaqa savollarga akkuratni javob berishga harakat qilyapman, chunki kibrlanib qolishga yoki Gulnoza o'zini shunaqa ko'rsatyapti deyish xohlamayman, chunki men ham oddiy insonman. Kerak bo'lsa sizlarga shunaqa oliy sifatli narsalarni qop ko'tarib degani endi katta sumkalarni o'zim hech kimga ishonmay, har bittasini moslab, ko'tarib, qiynalib, endi oyog'imda oyoq qolmay u yerdagi uringan holatimni hech kimga ko'rsatmayman. Shunaqa holatda olib keladigan oddiy Gulnozaman. Shuning uchun jahon bozoriga bormayman desam, bu ham boshqacha tuyulmasin. Jahon bozor bu hamma boradigan joy. Borganmiz ham biz ham qachondir. Lekin hozirgi kunda sifat darajasini, hozirgi yoshimda oliy darajasini bilganligim uchun sifat bo'yicha hozirgi kunda jahon bozoriga bormayapman. Ehtiyoj yo'q. Ehtiyojim yo'q. Ehtiyoj bo'lmagandan keyin bormaysiz. Da. Jahon bozor deganingizga nima esimga keladi? Biz ayollarda endi shtapl, ishton lozim. Garderobingizda bor? Bor. Kiyasiz? Bor. Uni jahon bozoridan olmaysiz. Tovuq jempiriz bo'lgan. Bo'lgan. Biz o'zbek ayollarini Shtapl ko'ylak lozimlar. Belgisi, menimcha belgisi bo'lgan-a, va nima deb qo'yadi? Hozir nima deydi? An'anaviy kiyimimi nima deydi? Bo'lgan. Brendoviy. Brendi bo'lgan o'sha mahalla. Vishka tapichka, hali chips tapichka, men biladigan tovuq jempir. 4 xil rangi bo'lganmi, 3 xil rangi bo'lganmi? 2 xil bo'lgan. Korичневый и бордовый. Yo'q, ko'ki ham bo'lgan. Ko'kini olib berishmagan. Siyoh Bitta rangi. kameraga qarab bering, biz iloji boricha tasavvur Shunaqa qilib, SSR mahallada Gulnoza yashagan ekan, yoshi nechida ekan deydi. Yo'q, qarang, siz aytdingiz shu shtapl ko'ylak lozimlarda jahon bozoriga borib olingan deb. Hozir shunaqa zamon, shunaqa sivilizatsiya kuchayib ketganki, hozirgi kunda chevarlar o'zi borib materialni ham o'zi olib, jahon bozoriga borish muhtojligi kam. O'zlari borib, hamma narsani o'zlari olib kelib, tikib
qo'lingizga olib borib berishadi. Zo'r. Menimcha sekin astalik bilan yakuniy savollarga o'tsak bo'ladi. Sizda Menda savol, yakuniy savol, yangi ish boshlayotgan yoki shu sizni sohangizda qanaqangidir image makermi yoki kiyim savdosida endi boshlayotgan qizlarga tavsiyalaringiz yana qo'shimcha ular qilmasligi uchun oldindan qanaqangidir sizni boshingizdan o'tkazgan xatolarni takrorlamasligi uchun nima tavsiyalar berasiz? Endi bu meni professionalman demayman, Yo, lekin sizni prosta shaxsiy fikringiz, meni shaxsiy fikrim, yana xatolik istashmasin deyapman. Menimcha birinchi o'rinda pulga urg'u bermasin. Birinchi o'rinda odamiylik doim tursa, albatta qilayotgan ishiga, mehnatini o'zi sevsa, bu albatta savdomi yoki chevarchilik yo pishiriq nima holatda bo'lgan taqdirda ham ishini sevsa, albatta ayol kishi buni olib davom etib ketadi deb o'ylayman. O'zini sohasi bo'yicha yaxshi urovlarga chiqadi deb o'ylayman. Albatta o'ziga ishonchi bo'lish kerak. O'zini nima desa bo'ladi, didiga, haligi birovni maslahati bilan emas, o'zi nima xohlayotganini o'zi bildira olib shu narsani olib chiqa olsa, albatta qolgan insonlar ham o'sha narsa yaxshiligini yoki boshqaligini menimcha his qilib yashaydi. Albatta ayol kishi to'g'ri biz ojizamiz, boshqamiz, lekin ko'p narsa qo'limizdan kelishini yo boshqani meni ko'pdan beri kuzatadigan qizlarimiz juda yaxshi biladi. Ko'p narsaga oldindan erishib kelgan yoki ko'rgan, bilganni farzandi bo'lganimga qaramay, lekin shu narsalar yo'q bo'lib qolganda yana qayta tiriltirolagan qiz sifatida ko'pchilik meni taniydi. Shuning uchun hamma narsani qo'linglardan keladi deb o'ylayman. Ayollarimiz, qizlarimiz faqat o'z qilayotgan ishinglarni sevsanglar bo'ldi. Gulnozani kelajakdagi nima deydi? Oldindagi maqsadlari. Maqsadlarim juda ham ko'p. Albatta hozir 3-filialni ochish maqsad birinchi o'rinda turibdi. Andijonda? Yo'q. Qayerda? Andijonda bor. Mayli, aytoraman. Qayerda uchinchisi? Andijonda bor, Farg'onada bor. Hozir Toshkentda qilish niyatim bor. Shundan keyin boshqa maqsadlarni pog'ona Xudo xohlasa, albatta obunachilarimiz ishonchi bilan birgalikda har bittasiga erishamiz. Bu narsalarni qiyinchiligini, yaxshiliklarini har bittasini ko'rsatib o'tishga tayyorman men, hech narsadan qo'rqmasdan. Yana bitta savol bor. Qachonlardir yoki qaysidir paytlar hammasini voz kechib to'xtataman degan fikr ham kelgan. Ishimni shunaqa qattiq sevganim uchun o'ylamagan ekanman. Chunki birinchi o'rinda o'zim kiyinishni yaxshi ko'raman. Demak, siz unaqangi vaziyatga tushmagansiz. Yo'q, o'ylab ham ko'rmaganman, xayolimga ham kelmagan. Ishida bo'lishi mumkin muammolar, haligi qaysidir klientlarning injirligi yoki kimnidir negativ gaplar yoki qanaqangidir oilaviy sharoitlar qaysidir paytda boradi. Hamma yo'qda. Pauza. Yo'q. Unaqa holatlarim Allohga shukr bo'lmagan. Unaqa qiyinchilik vaziyatga tushmaganman. Bora bu ish qiyin ekan degan hech qachon xayolimga kelmagan. Tushunarli. Siz hali maslahatlaringiz yoshlarga dedingiz. Demak, men yana ham boshqacharoq qilib so'ragan bo'lardim, agar sizda haqiqiy praktichески maslahat ko'nikma, ya'ni yoshlar implementatsiya qilsa bo'ladigan, ya'ni maktabda o'qitilmaydigan qanaqa narsalar bor tadbirkorlikda siz sohangizda yoshlarga tavsiya berasiz? O'shaqa maktabda o'qitilmaydigan pul boshqarishi bo'ladimi? Pulni ehtirosga berilib xarajat qilmasdan uni qanday aylantirish bo'ladimi? Qanaqa maslahatingiz bor? U yosh qiz bolami, o'g'il bolami farqi yo'q, tadbirkorlikdagi maslahatlaringiz. Albatta bu maktab o'zi balog'at yoshidagi, endi demoqchiman 6-7 sinflarda albatta bunaqa narsa bo'lsa zo'r bo'lardi. Haqiqatda pulga ehtiyoj yoki pulni to'g'ri sarflash, bu degani xohlagancha sarflash yoki tejash, unaqa emas, hamma narsada o'rta me'yorliklarni
menimcha o'rganib shu marketing sohasida qandaydir dars bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi deb o'ylayman, chunki inson haligi yoshligimizdan 1 so'mimiz yoki 2 so'm bo'lib qolsa qanaqa xursand bo'lamiz yosh bola bo'lsak ham. Xuddi shunday albatta bu narsani ota-onalar rag'batlantirib tursa, u menimcha kelajakda ancha foydali, tadbirkorlikka ham, hayotda ham, boshqa narsalarga ham foydali bo'lar deb o'ylayman. Pul boshqaruv darslari. Da, pul boshqaruv darslari именно. Siz demak, bu hozirgi kungacha qanaqangidir biznes treninglardan o'rganib bu sohaga, bu darajaga yetishmagansiz. Yo'q, o'zingizda hayotiy tajriba bilan. Hayotiy tajriba hech qachon unaqa marketing sohasida yoki biznes trening hech qachon unaqa narsa bo'lmagan. Hayotiy tajriba har bittasi. Birinchi navbatdagi asosiy shu biznesdagi sizni shu hozirgi holatingizga olib kelgan xarakteringiz. Xaraktermi yoki bu qaysidir o'zingizni qaysi xususiyatingiz sizni hozirgi darajaga olib chiqqan? Menimcha o'zinikini tasdiqlab turish. Chunki o'zini ustida, o'ziga ishongan holati, chunki hozirgi kungacha hech qachon klientimga голубой rang yoqyapti, men hozir qizil olib kelaman degan narsa bo'lmagan. Men o'zim qanaqa rang yoqtirsam, qaysi modani his qilsam, shuni olib kelaman. Klienturaga yoqadi. Menimcha shu tomonlama ajralib tursam kerak. Demak, shu aynan sizni o'zingizni fikringiz, o'zingizni qat'iyatligim o'zimni hozirgi darajangizga olib kelgan. Güzel. Gulnoza bo'lmasam, sizni savolingiz tugagan bo'lsa, meni savolim tugadi. Bizdan kutgan u, lekin biz so'ramagan qanaqa savol bor edi va o'zingiz o'sha narsani ichingizdan kutdingiz, biz so'ramadik. Yo'q, unaqa nimam yo'q, lekin to'g'risini aytsam, unaqa chaqiruv qog'ozga o'xshagan nimalar kelib, yana menga savollar, qanaqa savollar bermasligingizni aytib ham o'tmaganinglar. Ko'p podkastlarga taklif qilishgan, lekin oldindan yuborib menga tayyorlanib qo'ying. Qiziqmas bo'lardi. Ko'p podkastlarga rozi ham bo'lmayman. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Dash qo'rquv bo'ldi. Qanaqa savol berishar ekan hozir boshqa deb. Lekin ishingizda qolmadiki, bir savolni berishsa yaxshi edi, aytib olardim o'zim obunachilarimga degan savol. Yo'q. Menimcha ham podkast ko'rib turamiz o'zi shu kungacha birorta podkastlarni yoki podkast faqat eshitgansiz-u, ko'rmaganman. Tushunarli. Go'zal. Demak, yangilik bo'libdi. Yangilik bo'ldi. Bu yangilik faqatgina eshitish emas, ko'rish emas, o'sha birinchisida o'zingiz ishtirok ham etdim. Gulnoza, siz sotayotgan kiyimlar original kiyimlarmi yoki nima deydi? Kopiya kiyimlarmi? Qanaqangi sifatdagi kiyimlarni sotasiz? Men sotayotgan kiyimlar insonlarning xohishiga kelib chiqadi. Agarda siz originalini xohlasangiz, originalini ham olib keltirib, qo'lingizga dastavka qilib berish xizmatimiz bor. Agarda originalga birga bir premium darajada deydi uni, premium lyuks darajadagi kiyim hozirgi kunda sotiladi bizda. Bu original bilan hech qanaqa farqi yo'q. Hech qanaqa farqla olmaysiz. Men sotayotgan mahsulotlar bilan farqi bo'lmaydi. Originalda birga bir sotiladi. Sizda nima deb o'ylaysiz? Bizda savdoda ko'proq raqobatni narx-navoda qilishadimi yoki eng zo'rini olib kelib raqobat qilishadi? Bilmaganlar narx-navoda, lekin haqiqiy kачествоni, haqiqiysini kiygandan keyin, yaxshisini kiygandan keyin albatta buni esdan chiqaradi. Kiymaguncha bu qimmat, bu arzon yoki bu bir xil nimaga qimmat degan savol tug'iladi. Lekin kачествоni kiygan inson hech qachon bu gapni gapirmaydi. Yo'q, raqobat sizni atrofingizdagilar kiyim-kechak savdosida ko'proq narxdami raqobati yoki men zo'rini olib kelamandami shu qiziqroq bo'lyapti. Sababi sizdan ham zo'rini olib kelib sotishga raqobat bormi sizda yoki arzonrog'ini olib kelib sotishdan ko'proq raqobat qaysi birida ko'proq bo'ladi? Menimcha narx-navoda xolos hozirgi kunda. Sizdan ham zo'rini olib kelishga harakat qilishmaydi. Yo'q, ular kачество bilan ishlamaydi deb bilaman. Bizdagi eng katta muammo ham menimcha shunda bo'lsa kerak. Sababi agarda hozir mana kopiya mahsulot olib kelib, misol deylik, bu kopiya ham o'zi aslida butun dunyoda bu menimcha 3 xil kopiya bo'ladi. O'zim eshitganim, A kopiya bo'ladi, B kopiya, yana qanaqa nomlarni hammasini aniq bilmayman. Sababi
eng masalan oliysi bo'ladi kopiya mahsulotlarda ham. Agarda bu qiz bilan raqobat qilish, bu qizni mahsulotidan ham yaxshisini olib kelishdi Kачествоda kimdir xohlab qolsa, raqobatlashsa, bu qiz originalini olib kelib sotishga majbur bo'lardi. U degani raqobat bu qizni o'sishga yana ham majbur qilardi. men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Men bilan kачество bo'yicha raqobatlashsa. Aynan shu narsa. Eng katta muammoim shu. Yaxshi ham eslat shu gapni. Men bilan raqobatlashayotgan qizlarimiz bo'lsa, sifat bo'yicha kiyimda pul emas, sifati bo'yicha raqobatlashsa juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Menga qiziq bo'lgan bo'lardi shu narsa. Men bu narsani 2018-yili Samo Tekstilda o'zim vaqtincha bularda media nimasida ishlaganman, yo'nalishida. Samo Tekstilda rahbari Akrom aka bitta gapni gapirgan edi. Shu gap esimda qolgan, chunki nima deydi, o'zimga ham shu narsani eshitganimdan keyin dars bo'lgan. Aytgan ediki, Abdulatif, bizni tekstil sohamizda ham shu odamlar tekstil sohamizdagi raqobatchilar biz bilan narxda emas, sifatda agar raqobat qilganida biz hozir shu Andijondagi tekstillar Amerika bilan ishlayotgan bo'lardik. Amerikaga mahsulot yetkazayotgan bo'lardik. Chunki biz yaxshirog'ini chiqarishligimiz uchun menimcha qo'shimcha qiymat qo'shilishi kerak-da u mahsulotga. Ishlashim shu aytganimdek, Amerika bilan hozir men mahsulot chiqarib ularga sotayotgan bo'lardim deganda esimda shu narsa. Demak, haqiqatda ham biz o'zimiz sohamga kelib, o'zimiz nima deydi, bu narsani qabul qilib, o'zimda shu narsani qo'llaganman. Demak, men narxda raqobat qilmashim kerak ekan, sifatda qilishim kerak ekan. Demak, shunda men o'saman ekan deb shu 2018-yili shu insonni gapidan keyin o'zimga nima deydi, dars olganman gapidan. Har qanday sohada endi bu. Hozirgi paytda menimcha biz Andijondagi tekstillar yaqinda eshitdim, Italiya bilan ishlayotganlari bor. Menimcha o'sha Samo Tekstil hozir Amerika bilan ham ishlayapti. Demak, xulosa haqiqatda siz to'g'ri aytdingiz. Gulnoza xohlagan bir sohada qiymat yaratish va qiymatni mijoz, xodim va o'sha korxonani o'rtasida bo'lisha olishlik bu haqiqiy strategiya bo'ladi. Demak, hamma hozirgi xohlagan bir sohasida bo'lsin, strategiyasini to'g'ri qilsa, ya'ni birinchi qiymatni yaratib, uni o'zini xodimlari, o'zini mijozlari va o'zini boyitish uchun to'g'ri taqsimlay olsa, u to'g'ri yo'lda bo'ladi deb bilaman. Qahvaxona biz Tox Qahvaxona podkastimizni birinchi mehmoni bo'ldi Gulnoza. Xudo xolasa keyingi bizning mehmonlarimiz uchun ham aynan mana shu joyda shu qizni o'zini eng nima deydi, sohasini eng yaxshisi bo'lgan insonlarni aynan shu joyda sizlarni ham kutib olamiz. Xudo xolasa keyingisi balkim siz bo'lishingiz mumkin. Xudo xolasa bizdan taklif kuting, albatta taklifnomamiz boradi. Keyingi xudo xolasa chaqirganimizda Gulnozada balkim 5-filialni ochayotganini e'lon qilib o'tib ketar xudo xolasa. Albatta. Rahmat tashrif uchun. Hammaga omad, rahmat katta. Tugatdi shuni. Tamomini yapıyoruz. Güle güle. Bitta rasm olamiz. Endi bu qizni rasmga olasiz.